Assalamu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar, hammanglarning hozirgi vaqti xayrli bo'lsin. Men Fatima Hasan. Bugun sizlarga sog'lom hayot programmamizning 6-sonini olib keldik. Bugungi sonda Xitoy virusining bolalarga bo'lgan ta'siri, yuqish ahvoli va uni davolashning usullari haqida to'xtalib o'tamiz. Bugungi aziz mehmonimiz, ya'ni burunqidek bizningki bolalar doktorimiz Ilminur xonim. Xush kelibsiz Ilminurada. Qimmatli vaqtingizni chiqarib kelganingiz uchun ko'p rahmat. Ondan sonra programımızga do'lam kirib ketaylik. Mushu Xitoy virusining bolalarga qanday ziyonlarni olib kelganligi haqida so'zlab boshlasak. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Hammamiz bir ota-ona bo'lish sifatimiz bilan mushu Xitoy virusi 2020-yil 3-oyning 10-kundan başlanğanda itibaren balalarımızga qanchalik ziyon olib kelayotganligini har bir ota-ona his qila oladi. Şahsen men har bir qitimliq programmada deb keldim. Bizning bu programmamiz maxsus kasbiy dars emas, faqatla mushu muhajiratdagi Uyg'ur ota-onalarga bir zarracha manfaat bo'lamdi deb so'zlayotgan darslar. Endi bu Xitoy virus başlanğandan başlab hozirgacha balalar qanday ziyonlarni olib keldi degan chaqda men bir ota-ona bo'lish sifatim bilan ham oddiy bir bolalar kasallik doktori bo'lish sifatim bilan balalarimizga badan sog'lomligidan betarek ma'rif jihatdan ziyoni ko'p olib keldi deb qarayman. Bo'libmi o'qish yashidagi bolalarga. Chunki bu ziyonlarni surishtirgan chaqda bu Xitoy virusi dunyoviy xarakterlik iqtisodiy jihatdan bo'lsin, insonlarning salomatligi bo'lsin yoki siyosiy jihatlardan bo'lsin, har jihatdan ziyon olib keldi. Ammo bizning bugungi temamiz bolalar qanday ziyon olib keldi degan vaqtida balalarning badan sog'lomligidan bekerek ma'rif, ya'ni o'qitish ishlariga ziyon olib keldi deb qarayman. Chunki bolalarimiz bu virus bayqalgandan keyin maktablarga bormadi, uylarga solandi. Bunday bo'lganki viruslar bilan uchrashish fursati az bo'ldi. Ota-onalar bolalarga diqqat qildi, lekin maktabdan ayrilib qoldi. Chunki bir bolaning sog'lom o'sib yetilishi oila, maktab, jamiyat. Maktabdan iborat bir bağlantıdan üzüldü. Cemiyetin zaten ayrıldı. Bunda şarayette balalar kelgan ziyan şu ma'rifdan kelgan ziyan deb qarayman. Rahmat. Ondan sonra şu hazır maktabdan ayrıldı dedik, cemiyetten ayrıldı dedik. Muş virüs sababli balalar hazır uzun mezgil niyazi uyda oturup atadi. Bu xil ahval aslida balalarga bulduğan, yani buningki balalarga aptilgan rolü halatiga qanday ta'sirlar bo'lyotadi? Endi bununla men bek yaxshi javob bera olmayman deb o'ylayman. Chunki men bu 4 bolaning onasi bo'lish sifatim bilan bolalar shu 3-oyning 10dan etibaran hozir mana 10-oyning 10dan oshdi, 7 oy vaqt uyga solandi. Bu sharoitda biz bir ona bo'lish sifatimiz bilan bolalarning butun nimasi og'irligi onalarga tushdi. Endi u açık öğrettim, uzaktan eğitim degen bu dersliklerini kan bozsumu. Lekin balalarda bir ailede tertip bozuldu. Vaqt göz karşıda da özgürüş oldu. Balalar bağın sonra horonlaşış, şükürleşiş, ümitsizleniş. Ananiki en çok zeyni bu atkanı balalarını torgu bağlanış kep çıktı. Torgu bağlanış. Çünkü adatta bir normal bala 2 saat tordan kopmay oturuşun özü şu torga bağlanğanlığının ispatı. Balalarımız hem de saatlap oturduğun halet keldi. Bizim o şu atalar bazı şuna mecbur bulduk. Çünkü o ders saatleri tükkenki bala sırtı çıkmagan dikin, çıkamagan dikin sıkılıp şuna bağlanğan buldu. Bunda buluşu balalarınki normal beden sapası olsun, mesela balalarınki normal cemiyetlik alaka olsun, hatta ki normal ata-onalar bala oturuşki münasebetki bu tesir yetkizdi. Bu ruh haletki tesirini biz her bir balaninkini o'xshash diyemeymiz. Yaş grubuga asosan o'xshash bo'lmaydi. Lekin mushu bulup to'liqsiz bolalar bilan to'liq bolalarga nisbatan bir zo'r ziyon bo'ldi. Chunki bular ma'rifdan ayrilgandan keyin shu uyda to'g'ri internet, anagata ota-onaning gapi xo'shaqmaydigan, o'z-o'zini ish qildigan, ba'zi bolalar muzika anglaydigan, ba'zi bolalar hatto normal Qur'on kurslariga darsga berish imkoniyatim bo'lmaganki, hamma jihatda bir chekinish bo'ldi. Bu ruh halatga ta'sir qilgani aniq. Har bir ota-ona bolalar qancha ta'sir qilgani o'ziga ma'lum. Ammo bu yerda shu men demoqchi bo'lganim, ya'ni bolalarning badan sapasiga olib kelgan ziynidan o'qitishiga va ma'naviy jihatdan olib kelgan ziyni cho'ng deb qarayman. Bu savolga yaxshi tushunishli javob berdingiz. Muşna arlıqıma men yana kichik bir savol qistirib qo'yay. Siz hozir men 4 bolaning onasi dedingiz va bu xil ahvolni siz mi yashayapsiz? Bu xil ahvol ostida xalqimizga sizning o'zingizningki qilgan balalaringizga yurgizgan bir nimalaringiz bormi? Masalan, shu to'g'riga bog'lanib qolishdan sirt, masalan, bolalar bilan uyda o'yin o'ynash, boshqa ishlarni o'rgatish degandek bunday bir ishlarni oldini olish usullarini qo'llandingizmi?
Endi bizningki ailede mesela virüs başlanıp azırak vaqt o'tgandan keyin bizningki shu men o'zim sinib boshladi bo'lganligim uchun o'quv maktabida normal dars boshlandi kurs shaklida. Bunundan balalarımız nəhayət yaxşı ozu qaldı, təntirbiyə dərsləri boldu. Balalarının sanımı az, şunda köngüllük balalar nəhayətdir. Mən hənim bolsun bu məktəb bop qaptike degəndək bir xil tuyğuda yaşadım. Arlıqlaydı, yəni azraq qoyub bəygən buduq, lakin başqa rayonlar qarğan çağda, yəni normal özümüzniki şu oqutuşdakı dini dərslərimiz, Quran dərslərimiz davam qam oldu. Lakin əmdə arlıq ya toxtab qalğan məzgillərdə şu balalarını mesela çoğun balalarımızı qanday qılдық деген çağda tordan ingilis dil kurslarına yoki mesela təbii fən kurslarına qatnaşdığan bulduk. Hem de şu küçük balam kızımın nisbətən şu Quran dərsini kündə bir yarım səhifə bolsun şunu bir dərs berisini izillaşdırğan buldum. Lakin yanıla məktəbə yoki kurs izil bolmagan şəraitdə bulubmu başlanğıçdan balalar məktəbə əvət dəmə gəldiyimiz üçün bu cəhətdə yana bir ziyan bədəl tölədik. Menimcə əmdə yaqın yoruqlarımda fikirləş jarayonida bəzi atalarning balaları az. Atan er ayol ikisi maslaşıdığanlar nəhayət yaxşı öydə planlıq mesela ana dili oxutuş bolsun, yoki bir oyun oynaş bolsun, yoki öydə balalarga bərabər hünər sənət öyrətiş yararlıqda bir xil yaxşı yetəkçilik qılğanlar boldu. Lakin balalar köplər bəzi analığı taşınıb qalğanlar bu xizmətni yaxşı qılarmı deyə oylayman. Mən də bu məzgildə yəni özümningki məş balalarga bir azraq bir hünər öyrətishni məqsəd qılıbmı bəzi bir tikimçilik, bəzi bir nəslərinin amanlıq xan buldum. Balalarım o şunu öyrənən boldu. Onun da bəzi bir yardımlarını xan boldu. İş qılıb məşu vaqtını amalı və payınlıq tərəfə özgərişə tirişdik, lakin şəxsən mən bək önümlük dərəcədə qıldım deyəməyəm. Çünki sırtdan və ailənin bisimi bilən bu işlər bə yaxşı qıldım deyəməyəm. Bəlkə yaxşı qala buluşı mümkün atalarının içində. To'g'ri. Bu xil vaqtdan məncə yaxşı faydalansak bo'ldi. Məsələn, bizning oilada inim kichik bolalar bor. Ashlamashda pek bağlanıp qaldı həqiqətən. Məsələn, dərslərim hazır tordan bo'lib ketgan bo'lğaçqa telefon qo'ldan tushmaydigan, kompyuterning oldidan qo'polmaydigan bo'lib qoldi da. Lekin uning yana oldini elish uchun birga o'yin o'ynaylik, o'yin ichida bir nima yasaylik degandek ishlar bo'ldi endi. Ko'rmanlar mesela qiz bolalar bo'lsa tamoq yetishni o'rgatsa, onlar bilan birga nima qilsa bo'ldi, bu vaqtni yaxshi foydalansak bo'ldi. Undan so'ng o'sha hozir maktablarningki darslarni sinliq darslar o'tilyapti emasmi? Bu darslarningki bu şekilde darslarning bolalarning bu şekilde o'tilishi balalarninki virusdan saqlanib qolishiga sabab bo'la olamdi yoki yani mushunda o'tishidagi asosiy sabab nima sizcha? Hem nurgun atallar muş kesel çıkan tatip hazırgıca mesela toru sağlar demeyli Türkçe bolsun meyli başka tıllardan bolsun muş Xitay virüsüne sebeplik mağarıpta kanda üzülüş bu atkallığı neyim için bu sıllık ders ötüvatıda uzakta eğitim kıvatı diyen noktalarda bizden köp izlengen buluşu mümkün bizden yukarı malumatlardan haberi bağ buluşu mümkün ama asas sebebi hem kendi halkımızdaki muacirat uygurlarının bilip geliştiği sebep neyse asaslık ve biliştiğişlik noktası muş ballardan mektep evetip qalsaq, yoki bütünlüy mektep berip qalsa, balalarımız bütünlüy virüs bilan yuqunub, balalarımız kesel bo'lib ketami degan bir endişe bo'lmasligi kerak. Bu yerga asos sabab balalar işe mektep borganda shu virusni ko'tarib uyga akab qalsa, tashichi deydi. Ya'ni o'tirliqda keselni ip yurguchi bir vosita bo'lib qalsa, masalan, uyga kelgandan keyin uyda cho'nglar bo'lib qalsa, yoki burun bir kesel bor odamlar bo'lib qalsa, shu yuqtirdi deganni ko'zda tutib, balalarning bütünlüy mektepga berishni vaqtincha to'xtatib musulliq darsini o'tgan. Endi yaqin yoqi mesela 12 sinfdan 8 sinfninki 1 sinfning bolalarini maktablarga takrordan yig'ib Bunun sababi asosda bu holatga ko'ndirish. Endi bu yerda atalar bilish kerak, ham bizning so'rgan ba'zi bir savollarda shu ma'lum bir doktor bor, shu sog'liq qilimiz ishlayotgan, bolasini izchil holda Qur'on kursiga avatdi. Müşü nimler tükkan toxtagan vaqtda maktablar, lekin ba'zi bir shaxsiychilik Qur'on kurslari izchil avatdi. Amaliyotda shu dadisi shu kasallikxonada uchrashadigan bir doktor, bolasiningki yuqtirish ehtimoli bor. Bolasini o'tirliqda tashichi bo'lish ehtimoli bor. Nima uchun maktabga unda avatdingiz deb so'ragan vaqtimda dediki, bu virus muhitba virus deydi. Havada hech kim buni saqlama deb saqlab bo'lmaydi deydi. Ama kichik bolalarning badaniga kirgandan keyin bu virus cho'ng odamning badaniga kirishi bilan farq qildi. Asli virusda xatarlik emas. Virus badanga kirgandan keyin bir xil suyuqlik ishlab chiqardi ekan. Buni biz oddiy tilda tushuntirishimiz kerak. Bu suyuqlikni hamda turkcha stoken fertin deydi-ki, biz xitoycha shiba yinsu deymiz. Bu badanga kirgandan keyin kichik bolalarning badanida bu suyuqlik ishlab chiqarilmaydi ekan. Hem az ishlab chiqarildi ekan. Hozir tadqiqotlardan ko'rganda cho'nglarning badaniga kirsa, bo'libmi yashanganlarning, burun kasal bo'lganlarning, burun o'kis kasal bo'lganlarning badaniga bu virus kirgan ekan, u suyuqlik necha ming asli ishlab chiqarildi ekan. Odatda odam badanidagi tomirniki aylanish
kilometr sonini balkim ba'zimiz bilmaymiz 96 kilometr uzunlikda tomir. Mush tomirni ichiga kirgan qonda shu aylangan chog'da cho'ng odamlarning chiqqan suyuqlik butun qon tomirlariga ta'sir qiluvchi uchun u kasallik alomati shiddatini ig'ir bo'lib ketganlarda. Ham kichik bolalarning unda suyuqlik ishlab chiqarmaydi. Men buni tavbam bir Allohning rahmati ekan dedim. Ammo tibbiy jihatdan nima uchun mushta keladigan vaqtida bolalarning bir narsadan immun sistemasi taraqqiy qilganligi uchun uning qarshi suyuqlikni tep ishlab chiqarmaydi ekan. Ya'ni ishkinsan bolalarningki masalan burun kichik o'sayotgan bola bo'lgandan keyin u burun necha xil viruslarga yo'liqib, necha xil narsalarni ko'rib, badan uni olishib bo'lib ketmagan bo'lgandan keyin u yangi nisbatan yangicha bir inkas qaytaramaydi ekan. Bu sebepten Allah'ın rahmetiyle bu balada suyuqlik ishlab chiqarish az bo'ldi ekan. Onun uchun balalarda virusni ip yurdi ekan, ammo bek kasal alomati ko'rildigan yoki kasallik bo'lib qolgan taqdirda ig'ir bo'lgan alomat bo'lmaydi ekan. Bu xil ahvolni ota-onalarga deyishimki maqsadim, agar normal maktab boshlanib qolsa, balalarni avasam kasal bo'lib qolarmi yoki bo'lmasa balam kasal bo'lib qolsa, shunda alomatlarni uyda ig'irlashib boshqa kichik balalarga yuqtirami degan andishadan saqlansa bo'ladi deb qarayman. Chunki bu balalarning maktab berib kelishidagi bu havo nimasidan oilamizmi havorimiz bor. Endi bu yerda bir nuqtani ta'kidlashimiz kerak. Masalan, yaqin yog'i Uyg'ur qiyindoshimizda bu kasallik bayqaldi. Dastlabda yushadi, keyin bildik. Hozir endi shunda qiyindoshlarimiz bilan normal ko'rishyapmiz. Bu bir qo'rqinchli narsadan o'tib ketdi. Chunki biz buni alıştık demda barabar kundik. 7 ayniyağı bu virus da deganki hozir virus desem har deydigan holat keldik-da. Amaliyotda mushundaq bo'lishda biz virus nisbatan sezgirligimizni yo'qotdikmi yoki bu virusningki ig'irlik darajasi tugidimi degan nuqtalarda ko'rilmanlar cho'qim ma'lum bir ma'lumot ega bo'lish kerak deb qarayman. Demek ki bu virüs dastlab chiqdi. Chiqqan vaqtida dastlab juqqan vaqtida shiddatli alomatlar ko'rildi. Endi ular virusni yuqtirib, ularda pozitiv degan bir narsa chiqdi. Ular virus epijugchi degan bir odamlar paydo bo'ldi. Bu odamlar doktorxonaga borgandan keyin bularga dori berdi. Bergan dori masalan Gansu deydi, arxilqi qonninki shu shiboyinsu, stokenfertni o'ltiradigan dorilarni berish orqali berganki bu ashlarning badandagi virus dorilarning ta'sirida tarkibini o'zgartdi. Addiy tilda desak, odat virus ikki xil moddadan tarkib topadi. Birisiga gen, birisiga genni qo'g'dab turadigan oqsil. Ichidagi dorilarni bergandan keyin oqsillik postini yerib, ichidagi tarkibni o'zgartadi. O'zgartganki u odam voy madam virus bilan yuqilgan, voy kasal bo'lgan deymiz. Amaliyot u odam tunji o'zi bo'lgan virus adamın bazırını özgürüp başka virüs terkibiyle sırtı çıktı. Demek ki virüsün küçüğü azlıdı. Mesela siz şu kesel buldunuz, siz bana yuqturdunuz. Siz dastlabda şu bevasıta yuqlagan adamın güçlük bo'ldi. Ben sizin yuqumlarınız az buldum. Ben davalandım, menden çıkan virüs başka şeklini özgürtti. Yani siz yuqumlandı. Bara bu virüsününki terkibide özgürüş oldu. Onunki muhit bilan virus uçuruşu verganki onun da özgürüş oldu. Davalash jarayonida virus tarkibida o'zgarish bo'ldi. Bunda bo'lganki bara bu virusga nisbatan badanmi ko'ndi, ham uning ustiga kishilardagi jiddiychilik, o'zimizniki nerv ta'sir qilgan jiddiychilik pasaydi. Shu sababdan hamda hozirgi vaqtida masalan nurg'un ota-onalar surdi, masalan meni yo'lishim kasal bo'lib qolgandi, 7 bolam batdi, 6 bolam batdi, bu bolalarni tekshirtamdim, yoki bu bolalarni doktorxonaga olib boramdim, qanday qilaman deb ansirab, atanayd yig'lab, o'zini yo'qotib qo'ygan ota-onalar bo'ldi. Men dedim, uning ansirash hojati yo'q. Masalan yo'lchi kasal bo'lganmiz, uni uyda ayrim bolalar kirgizmay davolab, yoki doktorxonaga yotqizgan shusi yotqizib, doktor sen uying davolansang bo'ldi desa, bolalar bilan uchrashtirmay, shunda davolag'ali bo'ldi. Mishat ota-onalarga deb qo'ydig'ini, agar siz siz kasal bo'lgan bo'lsangiz yoki yo'lchingiz kasal bo'lgansa yoki boshqa bir urug'ingiz kasal bo'lgan bo'lsa, bolalaringizni shu zaman doktorxonaga olib tekshirishingiz hojat yo'q. Faqat bolalaringizda 3 gün o da kızıtma. Adat normal balla gila qarib qasım qızıydı. Kızıtma, yütel bo'lgan sharoitda to'xta. Ma uydamda bir kasal batdi, balki yuqum qolganda tekshirsangiz bo'ldi. Agar unda alomat bo'lmagan sharoitda bu bolalaringizni doktorxonaga olib tekshirishingiz hojat yo'q deb o'ylayman. Ya'ni ortiq andish qilishni hojat yo'q. Endi bu mening shaxsiy fikrim emas, doktorlarning mening fikrim shunday. Demek ki bu sınıf ders ötüşünün sebeplerini sözlep öttünüz. Yani belki dediniz ya da endişe kılıp balam yuqib qalamı deb mektepke öğretmeslik tek bunda kılmışlardan saklanıp kılıştınki aldığın bir iş oldu. Ata-Allah bu cihetten ensirmisi boğudak. Balla nimeli kılmışsa bizge qargan çağda yani yaxşıken. Ondan sonra so'alimning oxirgi kelaylik Xitoy virusi bilan, ya'ni Xitoy virusi yuqib qolgan bolalarda qanday alomatlar yuz berdi?
Yani bu virüsniki balalarga yuqush nisbati qanchalik yani? Mush haqida azroq tushuntirsangiz. Endi bu virus bilan yuqumlanganlarni har qaysi davlatlarda balalar qanchalik yuqdi, masalan ularning soni qanchalik, bu Turkiyada qanchalik yuqdi, statistikasi qanchalik, Istanbulda qanchalik deb mana inchik statistik qilgan ma'lumot yo'q hozircha. Men buni o'zimningki qarshi bilan demayapman, shu doktorxonada ishlagan ustozlar, doktorlar bilan ko'rish jarayonida qayta hatto bugungi ahvolni egallash orqali da'vatman. Ama boğalan içinde şu qo'saqda hamile olgan, mesela 5 aylık bir ayolniki hamile holatda viruslar bilan yuqumlanganligi, hatta o ayolniki şu balasını tekshirish, suyuqlikni ep tekshirgan vaqtda balani yuqumlanganligi hamile holatda. Ondan keyin 18 yosh oraliqdagi balalarning yuqumlanish ko'rganligini ma'lumoti bor. Lekin bu nisbati yuqori yoki balalarda kundan-kunga nisbati ozlayotdi yoki jiqiyotdi degan ma'lumot yo'q. Hech qanday onda bir tadqiqot ilib berilmadi. Ama bu yerda mush Xitoy virusi bilan yuqumlangan, o'lib ketgan bir necha yoshninki xabari bor endi chet ellarda. Hem ularning u yosh bolalarning burunga chekadigan kasali bormi yoki o'zining astaq kronik astaq xarakter kasallar bormi yoki bo'lmasa burunda tatib mesela julun sistemasida, qon sistemasida boshqa rakka o'xshash o'zir bilmay qolgan kasallar sababidan nima bo'ldi buni bilmaymiz. Lekin sog'lom bir bola mush virus bilan yuqumlangan bo'lsa, hatto odat ko'zkomdaklar o'tib ketgan, o'zim bilmay qolgan. Keyin oilasini tekshirgan, to'xtab turay, men tekshirib boqaysiz chiqib qolgan alomatlar bo'lgan. Endi bu yerda bolalarda qanday alomat yuz beryapti degan chog'da men hamda Turkiyaning ma'lum bir doktorxonasiga kirib kasallarni ko'rib ishlash imkoniyatim hozir bo'lmaganligi uchun uningga qattiq javob beramayman, lekin shu doktorxona ishlagan doktorlar bilan ko'rishish jarayonida bu vaqt bolalarda deydi 2 yoshdan tuvan bolalarda mush virus bilan yuqumlanganlarning shu odatdagi zukamga o'xshash alomatlar bo'lganligi, ko'proq yig'laydiganligi, ani qizimizninki aldirab tushmaydiganligi. Bunu aşı kısıtmasına devamlı düşürüp aşı nait değil ki balaga ciddi qarash kerakli. Çünkü 2 yoshdan tuvan balalarni nafas yo'limiz ciddi davolmagan chaqda o'pkaga o'tib ketsa, o'pka shaxslar rizqi paydo qildi. Undan keyin cho'nroq balalarda mesela bizning bir yaqinimizniki qizi 14 yoshli qizida bo'ldi. O qizidimi shu azroq qizitma yuqori darajada emas. Shu 4 kun qizigandan keyinla hani azroq yo'tal, quruq yo'tal paydo bo'ldi. Uning saqayib ketgan. Endi bu yilqi yanada balalarninki asli tan sapasiga bog'liq. Balanız aciz bo'lsa, odat aziz balalarmi bu virus chiqmagan chaqdami bir pasldan chiqib ketdim zukam bo'ldi. Bu virus chiqmagan vaqtda balam to'l kasal bo'ldi deganlar bo'ldi. Shunga endi bunday sharoitda men otalarga yana ta'kidlayman, maktab boshlandi debla to'l kasal bo'ldigan, bolalarimiz qon az, tomoqni yaxshi yemaydigan, zig'i kasal bo'lgan yoki bo'lmasa bolalarda ast xarakter jehil kasallari bo'lgan, mushta bolalarning tuberkuloz bo'lganlarni eng yaxshi maktabga avatmagani yaxshi deb o'ylayman. Çünkü balam işten bo'lmas o'qishdan qoldi deb avatib qo'ygan bilan shu kasal bo'lib qolsa, yana o ailege yani başkalarga taşıyıcı bulup yani o'rtalikda virus ip yurguchi bo'lib qoldi. Buning uchun ota-onalar bu nuqtada ma'lum bir seviye ega deb qarayman. Shunda bo'lsa-mu, yanalar hamda bolalarda hozir ancha ko'rilmadi-ku, voy biz bir bolalarni bo'lgan anglamadik-ku deb mandaq qarqo'yiq emas. Yani balalarimizning badan saqlanishga ahamiyat bersak demoqchi. Yani her bir qitimliq programmamizda buni ta'kidlab kelyapmiz. Qon ozlik, sog'lom oziqlanishninki har bir jihatdan bütün masalan balalarniki badan sapasiga nisbatan sog'lom oziqlanish hozir hamma demak ota-onalar diqqat qilgani shu balalarniki sog'lom oziqlanishi, qonni tekshirib turishi buni siz har qitim ta'kidlab o'tyapsiz-ku. Shularga diqqat qilsak inshaalloh bu nimalarni o'tib ketadi. Oxirgi savolimga kelay. Undan so'ng shu virus haqidagi hozir bo'layotgan tadqiqotlarda qanday natijalar bo'layotdi? Endi hozirgi vaqtda shu doktorlarniki deyishcha dastlabda bu virus doktorlarga yangilik tuyulgan hamda butun dunyoda qaratildi. Keyin bular davolash jarayonida bu vaqtning o'tishi bilan davolagan kasallarga ko'rilgan alomatlar, ularniki ishlatgan dorilardan ko'rilgan tajribalar orqali bu virusning o'zgarishda bo'layotganligi, masalan tarkibida o'zgarish bo'layotganligi, zaten butun dunyo xarakterli kasallik soni ozlamagan bilan shiddatini ozlayotganligi. San köpeygen bile burunqudek anda yoğun bakım yatadigan sanning ko'payganligi, odamlarning o'lish nisbatining bek ko'p bo'lmaganligi, bu shiddatningki ozayotganligi. Yana birisiga tadqiqot natijasida deyotgan masala, dastlabda voy qishda bek bo'ldi ekan, yoz kuni isib qolsa yaxshi bo'ldi ekan degan gaplar chiqqanda, buningki hozircha xatoligi, u fasli bilan munosabatining yo'qligi. Bu to'g'riliq yangicha gaplar bo'lyapti. Fasl bilan munosabat yo'q. Masalan 3-oyda bayqalgan, mana bu yil 3-oyim kelay deyapti, 5-5 chiqish keldi deymiz. Ba'zilar deyish mumkin, voy qish bo'lganki texmi bu ko'payib ketadigan bo'ldi. Ameliyatda 7-oy yozdimi kasalning soni ozlab ketgani yo'q, 6-oyda yo'q. Shuning bu fasl xarakterlik emasligini. Yana birisi gap buningki soni ko'paygan bilan shiddatini ozlayotganligini. Shaxsan masalan bizning beshimizda o'tgan ish, masalan bizningki
bir qo'shnimizning bolasi vatdi, uniki yaqinni shu korona kesili bo'ldi. Bir ishlayotgan adam. Biz ham ehtiyot qilib shu ishlayotgan bola qo'shnimiz bo'lganki, uning kasal yuqumlanganmidi deb biz ishga diqqat qildik. Hatto mush programmani ishbital qilgan bo'ldik. Amaliyot u bola saq chiqdi. Biz ishga haftadan keyin biz xotirjam xizmatimizni qilgan bo'ldik. Yaqin yağı yana atrofimizda ba'zi bir qizg'an kasallar bo'lgansa to'xtabdi. Yana 10 kun o'tkazib yetaylik deb ashinchik darajada hamda bayqalmagan chaqda bizmi sal qaradik, ammo bayqalgandan keyin yaqinlarimizda to'xtabdi. Biz boshqalar tashish bo'lib qolmaydi deb ashta nihoyat diqqat qilgan bo'ldik. Amaliyotda atrofimizda shunday kasallar bor turibmi, yana bizda nisbatan keng ko'lamda yuqishni ko'rmaganligini desa, ya'ni virusninki tarkibida o'zgarish bo'layotganligi, kishilarning bunga nisbatan sezgir bo'layotganligini bildirdi. Shunga men o'ylayman, voy mındaq bo'pti. Masalan, boshqa shaharda bu yerda tuqqanlarimiz bilan uzun bo'ldi ko'rishmay deb telefonlarda ko'rasak, voy og'rib yetib ketdik, 15 kun yo'q, oila uch og'irdik deb tekshiratdinglarmi? Voy yo'q, tekshiratmadik, bormadik. Voy unda qilmam tekshirib beqinglar. Yana ba'zi bir atalarningki bunga sal qarayotganligi chiqib turdi endi. Tadqiqot natijalari yangidan chiqib turdi ekan. Endi har bir davlatningki tadqiqot natijasi o'xshamaydi ekan, ammo Turkiyaniki hozirgi nimasida virusning shiddatining azlayotganligi, lekin sonining azlamayotganligini, yana bizniki har xil tadbirlarni elishimizning ehtiyoji borligini so'zlaydi. Köpten köp rahmet. Bu nayt yaxshi bir program bo'ldi. Men aqsta azroq bir yana to'liqlashni to'g'ri topdim. Aslında balları jiq, ham ushshaq, ballar qizib qolsa qanday qilaman deb tantiraydigan otalarga bunida hech qanday bir jillilashmanglar. Agar uyinglarda birasi virus bo'lgan bo'lsa yoki qo'lim qo'shtirgan ballardan bir virus bayqalgan bo'lsa, balalar qizib qolsa, normal zukam bo'lgandek, ballarning qizmini o'lchashga ahamiyat beringlar. Bu qizmini bir qatim o'lchash bilan qizdi deyish bo'lmaydi. Ikkinchisi qizmini o'lchaganda cho'qim balalar 38 da oshganda. Eğer çoğunrak balanlar olsa 38'den 5'ni aşkanca kızdım doğrusu beringlar. Çünkü kızdım doğrusunu beğendik-illa. Bırakla kızımız düşüp gelse, balı bek boşap halsızlanıp gidiyordu. Kızdım doğrusunu aşkazanı buzuşur nemesi var, ekstresleri var. O balı texim içilmeyi texim o. Balı kendi dajip giden ahval oldu. Şu 38 kızgan balık aval kaynaqsını çıkış gizip, başkalık sürtüdüğün, yakımızı balını juyundurduğun usullarını kılışınlarını amal ve kızdım doğrusuna bek küçep olmasından ümit kılmayın. Çünkü köpünce atalar kızdım doğrusunu kendi bir şekilde balıları bek boşap, balını kesili eksi yıkılıp giden ahvallar oldu. Eğer bir yer deyiş mümkün, bizim balılarımız kızım kasıl tartışıp kalan kesili var. Onun qanday qilimiz deyish mumkin. Bundaq balalarniki qizib qas tartışıp qolgan balalarda azroq zukam alamati ko'ringan hamon birinchi bo'lib siz balangizni tartibini normal bo'lishiga kapolat qiling. Bundaq balalarda qizdigan vaqtda 3 oyga gaz yig'ish orqali gaz manbalik tutqaq kesili bo'ladi. Shuni taraf ravon bo'lmagancha qizning tushmaydi. Bo'libmi bu shu 7 yaşdan 4 yaşgacha, 4 yaşdan 7 yaşgacha bo'lganlikda ko'p yuz berdi. Shaxsan yaqinda bir otani nima qildi? Men qizning doğrusini 4-5 qatim bo'lsam tushmayotdi, qanday qilaman deb yerim kecha telefon olgan bo'ldi. Balangiz tartib qanday desam, 3 kun bo'l tarat qilmadi. Demak, balang tartib olmasa, gaz mamaydi. Shuning uchun siz balangiz tartibni qanday qilib bir amal qilmangizon dedim. Shunda qizimiz tushgan bo'ldi. Demak, shugan gapim, balaning qizimiz tushsa, balada cho'ng bir o'zgarish bo'lmaydi. Andan keyin qizimni qilib bo'lgandan keyin o'zimiz xohlagancha antibiotik dorilarni bermasligimiz. Chunki bu virus bo'lganki, virus qarshi dorilarni berishimiz kerak. Aslında antibiotik dorilarni, yalliq qaytirish dorilarni xalayimqan berib qo'ygan chaqda odam badaniki bo'lib balalarniki oqqan danchilarni o'ltirdi. O'ltirgandiki asli oqqan danchilarning roli nima desa, mikrob qarshi turish. Qarshi kuch masalandiki, uni siz o'ltiribsiz, u qarshilik berolmaydi. Shuning uchun virus qarshi dorilarni berishga ahamiyat bering. Hamda yaqin yog'i mush Uyg'ur qandoshlarimizniki keng ko'lamda qo'llangan dorilar tibobatniki zufa jafri deymiz. O dihindini qaynoq suv chilab ichish deymiz. yoki biz o'zimizning yerlik usullari deymiz. Mushta zukam vatanda ishlatgan xashqash javharlari deymiz. Yanala eng oxirgi hisobda shaxsan menmo mushta zukam bo'lganda, gilim og'irganda qilsa, yo bolarimda azramat ko'ringan bo'lsa, yoki qo'lim qo'shtirim zukamalarni ko'ygan ko'ringan bo'lsa, mush milliy tibobatning dorini akib vaqtida qo'llandik. Unumini nihoyat yaxshi qo'llandik. Shunaqa nurg'un qarindoshimiz voy qanday qilaman deb buni andishlanmay, atrofimizda Uyg'ur doktorlarimiz bor. Doktorlarimizning yaxshi dorilari bor. Mush usullardan foydalansak bo'ldi deb qarayman. Köpten köp rahmet. Allah razı olsun. Nayt yaxshi usul bo'ldi. Doktorumuzdan so'zlab o'tgandek, bu virusninki hozir tarkibininki o'zgarayotganligini dedi. Lekin bu tarkibi o'zgarayotdi deb yana sal qarab işte biz oldin oldigan ishlardan yiroq turaverishimizningki yana yaxshi bo'lmaydiganligini eslatib o'tdi. Bolalarda bu xil kasalliklarninki bek haddidan ziyoda ansirash keltirib chiqargan bir alomati bo'lmaydiganligini aytib o'tgan bo'lsa-mu, bu nuqtaga eslab olmay ko'rganlarimizdan yana tadbirlarni qo'llanmasligini umid qilamiz. İnşallah bu kasallik en qisqa vaqtda o'tib ketar. Vaqt munosabati bilan programmamizni mishada oyoqlashtiramiz.
Har qandaq bir talab fikringlar bo'lsa, fikir qismiga yozib qo'ysanglar bo'ldi. Qolganiga bu da qisanda ko'rishaylik. Hammanglarni Alloh topshirdik. Allohga emanet.